bir oila buzilgan. Qaynana kelinni sehr yo'li bilan ajratgan. Uning ustiga bu kelin nihoyatda pazanda va bir pishiriq pishiradigan kelin bo'lgan. Ishga ham bora olmaydigan. Keyin bo'lsa, kuyoviga ham yaxshi muomala qila olmaydigan bo'lib, o'rta buzilgan. Buzilgandan keyin bizga murojaat qildi. O'qib qarasak, sovutma sehri va ikki qo'lini ishga bog'lab qo'ygan. Yana bir qizni olib kelishdi. Bu qiz yoshi 27 ga chiqishiga qaramasdan hali turmushga chiqmagan. Sabab kelgan sovchilar qaytib ketaveradi. O'qib ko'rsak, darvozaxonasiga qabriston tuprog'i sochilishi bilan qudalar qaytib ketadigan qilib o'qilinganligi ma'lum bo'ldi. Buni domla siz qayerdan bilasiz deyishingiz mumkin. Buni biz o'qishlik asnosida bilamiz. Alhamdulillah biz jinlar orqali bilmaymiz va jinlar biz bilan gaplashmaydi ham, chunki biz ularga haliga aytgan qo'ylarni so'yib bermaymiz. O'qish asnosida bu bilinadi va bu mavzuni qana bilishlikni vaqti kelganda biz asta-sekin bayon qilib beramiz. Mana shunaqa qilib folbin o'zining buyurtmasini qabul qilaveradi, askarlarini jo'nataveradi. Haligi jinlar odam shakliga kirib olib, yomon so'zlar bilan kuyovni so'kaveradi, haydaydi, taloq so'raydi, yoki tirnoqni tagidan kir qidirib turib, oilani buzishlikka harakat qilaveradi. Kuyov hayron, nima bo'lyapti degan. Ba'zan aksi bo'ladi, kuyovni sovutib qo'yadi. Yoyinki kelayotgan mijozlarni sovutib qo'yadi. Bir marta shuna holat bo'ldi. Bir do'kon chaqirdi. Nima ekan deb borsak, o'zi namozxon hajga borib kelgan hoji akamiz edi. Do'konga odamlar kiradi, hech narsa olmay ketaveradi. Qo'shni do'konga kiradi, ulardan qimmat olaveradi. O'sha o'qilingan vaqtda hamma xonani tozalab tashlashligini buyurdik. O'sha savdo xonasini, elektron do'kon edi. Kirganda haligi xush kelibsizlar deb yozib qo'yadi, dobro pajalo. Shuni tagini ochuvdi, juda ko'p tuproq chiqdi. O'sha joyni o'qilingan suv bilan yuvib, tozalab, keyin ertasiga do'kon ochildi, savdo avvalgidek bo'ldi. Mana shunaqa yo'llar bilan folbin o'zini ishini davom ettiradi. Qanaqa odamlarga jin kiradi? Qanaqa savdolar to'xtab qoladi? Odam buni qana bilishi mumkin? Buni inshaalloh kelgusi majlisimizda o'rganamiz.